Yukarılık yana devam vatandaş. Nima deydi? Jungo endi köp tanlashga o'rin qolmadi. Rossiyani tanlashi cho'qim Jungo Kompartiyasining tanlashiga mutasir ko'rsatdi. Selishtirganda Jungo Kompartiyasining tanlashi intayin cheklik. Agar Rossiya davomli qarshilashib mag'lub bo'ladigan bo'lsa, uning kaynida turgan Jungo Kompartiyasi darhol oshkora bo'lib qoladi. Vaqt yetganda Jungo Kompartiyasi Rossiyadan ada-juda bo'lish yo'lini tanlab qoladi-yu, lekin kechikib qoladi. Yana davomli Rossiyani qo'llashga va Rossiyaning og'dirilishidan saqlab qolishga majbur bo'ladi. Yani davamlı tirkishib turib Rossiyani qo'llaydi, Rossiyani og'dirilib ketishining oldini olmoqchi va saqlab qolmoqchi bo'ladi de. Bu yerda faqat bir mumkin bo'lmaydigan bir bog'lanish bor demoqchi Xitoyning Rossiyaga. Rossiyada hozirgi kunda Jungo bilan Amerikaning va G'arb dunyosining qarshilashish vaziyatini ko'rib, xato hukm qilib Ukrainaga tajovuz qilgan edi. Birinchi qatam angladim, mana Rossiya nima uchun Ukrainaga tajovuz qildi? Biz bir yere Çar Rusya ve Rusya, Stalin Rusyasının, Rusya milletçilerinin, yani Çar Rusya imperiyasını keltiriş asaslık mukam şuğu. Lekin meyadıma yazgıcı nimi de vatıdı? Rusya değil hazırki kündü Jungo bilen Amerika'nın ve G'arb dünyasının karşılaşış vaziyetini görüp, Rusya hata hüküm kılıp Ukrayna'ya tecavüz kılgan idi. Bir yerde küçük balı okşap koptu. Kreml sarıya burun Jungo'nu tutup duruş oyununu oynagan idi. Hem de bugün Kreml sarıyı oynalışqa başladı. Keçirinler, oynalışqa başladı. Jungo Kompartiyasidan paydalanışqa urinish bilan birga Jungo Kompartiyasi Rossiyadan paydalanib ketdi. Jungo Kompartiyasi navbat Rossiyaning askar chekindirishi to'g'risida ifoda bildirmadi. Jungo Rossiyaning texmi zaiflashini Rossiyaning Amerika va NATO bilan qarshilasholmayla qolmasdan oxirida yenidagi Jungo bilan qarshilasholmaydiganligini va mudofaa ko'rilmasligini umid qiladi. Ya'ni Jungo Rossiya ajizlab ketdi ekan, menda mudofaa ko'rmasa ekan, mening bu tarafdagi yo'llarimni ravon qilib ekan, shuni umid qiladi demoqchi. Rossiya gumron bo'lgan bo'lsa, Amerika Jungo o'tirisida 3-chi davlat bo'lib turadigan strategik o'rindan mahrum qoladi. Demak, boshda cho'ng davlatga o'rindan mahrum qoladi dedik. Endi Rossiya gumron bo'lgan bo'lsa, Rossiya bilan Jungo bilan kechirilgan Amerika o'tirisida 3-chi davlat bo'lib turish gavdasidan maylinib qoladi, arilib qoldi deydi. Kreml sarayı ahırda G'arb dünyası bilan Jungo Kompartiyasi o'tirisida tanlashga majbur bo'ladi. Rossiya balki Amerika yoki G'arb dünyası bilan deyarli yaxshi bo'la olmasligi mumkin. Lekin Rossiya davomli Jungoga yaqinlashadigan bo'lsa, G'arb dünyası Rossiyani ojizlashtiradi. Undaqda Rossiya Jungodan yiroqlashib, muvofiq darajada G'arb dunyosiga yaqinlashadi. Jungo Kompartiyasi Rossiyani tashlab etolmaydi. Jungo Kompartiyasining birdan-bir polisti darhol ifoda bildirish. Jungo Kompartiyasiga ishib qolgan birdan-bir fursat Rossiya Ukraina urushi to'g'risida tezdan ifoda bildirish. 180 gradus o'zgarib, Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishini ayblab qolmasdan, nihoyat tezlik bilan Ukrainaga yordam berish kerak. Lekin navbatdagi vaziyat ostida Jungo Kompartiya rahbarlarining Amerika va G'arb dunyosiga yaxshiroq bo'lish mumkinligida tamoman mavjud emas. Jungo Kompartiyasining Rossiyada ada-juda bo'lg'isi yo'q. Amerika va NATO bilan munosabatlarni yaxshilash niyatimi yo'q. Jungo Kompartiyasi.
Amerika ve Amerika bu devlet ittifakdaşlarının nişanı intayin enek. Avvalı Rusya'nı ağdırıp gümran kılıp, NATO'ga payda kılgan tehditlerini tügütüp, oxşaşlı Cumhuriyet Partiyasiga müdürleme, qalaymakanı hareket kılma dep körüstüp koyuştan ibaret. Rusya'nı bir taraf kılıp etkendiğin kiyen, G'arb dünyası kayniga yenip, siyasetning tığıvçını Cumhuriyet Partiyasiga qartıda. Siyasetning tığıvçını Cumhuriyet Partiyasi Rusya'ni mağlup kılıp, gumran kılıp G'arb dünyası, onun da 2 yılda tığıvçını Cumhuriyet Partiyasiga qartıda. Meyli soğuk münasebetler uğraşı bolsan, ya ki meyli kızı kurallar uğraşı bolsan, Cumhuriyet Partiyasının halak buluş akıbetiga uzun kalmadı. Dikkat vatandaşım. Meyli soğuk münasebetler uğraşı bolsan, meyli kızı kurallar uğraşı bolsan, Cumhuriyet Partiyasının halak buluşuga endi uzun çağlar kalmadı. Rusya özünün qoşun devletlerini yutib olishini umid qilamiz. Voy, kechiringlar. Rusya özünün qoşun devletlerini yutib olishini umid qilamiz. Cumhuriyet Partiyasi dunyoga zo'migarlik qilishni, dunyoga hukmronlik qilishni o'ylasimi, umid qilsimi? Yoki boshda aytgandek, Rossiyaning qo'shin davlatlarini yutib olishni umid qilish, Jungo uchun aytganda. Cumhuriyet Partiyasi dunyoga zo'migarlik qilishini, dunyoga hukmronlik qilishini o'ylaysimi, umid qilsimi? Cumhuriyet Partiyasi dunyoga zo'ravonlik, dunyoga hukmronlik qilishni o'ylaysimi, umid qilsimi? Cumhuriyet Partiyasi halok bo'lishga uzun qolmadi. Bu yerda bir nima deyapmiz? Cumhuriyet Partiyasining halok bo'lish oqibati uzun qolmadi. Siyasetning tug'ishini Cumhuriyet Partiyasi qartıda. Dunyoga zo'migarlik qilish va dunyoga hukmronlik qilishni umid qiladi. Ham Rossiyaning o'zining atrofidagi davlatlarni yutib olishni umid qiladi. Bu Jungoning maydoni ekan-jimi? Yutib olishni umid qiladi. Hukmronlik qilishni o'ylasam, umid qilsam, Cumhuriyet Partiyasi halok bo'lishga uzun qolmadi. Kreml sarayının tallaş pürüstü var. Rusya halkının yanıla tallaş pürüstü var. Lekin Cumhuriyet Partiyasiga endi hech qanday fursat qolmadi. Endi Cumhuriyet Partiyasiga hech qanday fursat qolmadi. Maqalenin mağzi müşahideki vatanda beşideki tahlil asaslı paketler ama şu xulasını çıkarışın tayyorlanan amiyeti şunda hazır canının vaziyeti, Ukrayna vaziyeti, dünyanın teklavotqa vaziyeti şunda.